هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 145. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Al-An'am 145. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke kuffarlarına aytqin ki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimiki ulardan, ya'ni yuqoriqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Robbing mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir. Ve Allah'tan gayrının ismi aytilib bo'g'izlangan günah maldan gayrini her qanday odam uchun harom ko'rmayman. Harom qilingan narsalarning bayoni to'g'risida Allah Taala bendisi ve payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomni Allah Taalaga bo'hton chaplab, ularga Allah rızık qilib bergan narsalarni o'zlariga harom qilgan kafirlarga mundaq deyishni buyurdi. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke kuffarlarga aytqin ki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va cho'shqa go'shi va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini her qanday odam uchun harom ko'rmayman. Ya'ni men mushu hayvonlardan boshqa bir hayvonni harom deb qaramayman. Bu oyat mushu ma'nisiga asosan bu oyatda bayon qilingan narsalarni bayon qilib kelgan sura Maidaning oyati va hadislar bu oyatning ma'nisini bekor qilguvchi hisoblandi. Yoki eqib chiqqan qon. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi. Qonlarning ichidan faqat eqib chiqqan qonlar harom qilindi. Lekin go'shtlarga yuqib qolgan qonlar harom emasdir. Humaydi Sufyandan Amr ibn Dinarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Jabir ibn Abdullahga kişiler Peygamber aleyhisselamның Hayber'de yerlik eşekning go'shtlarini yeyishdan to'sqanligidan gumon qilishidi dedim. Jabir ibn Abdullah Peygamber aleyhisselamның yerlik eşekning go'shtini yeyishdan to'sqanligini Hakem ibn Amr rivoyat qilgan edi. Lekin uningga Ibn Abbas unumay, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke kuffarlarga aytqin ki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa, ya'ni yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi.
cho'shqa nijis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shti paskindir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qandoq odam uchun harom ko'rmayman degan oyatni o'qidi dedi. Buni Buxoriy va Abu Davud rivoyat qildi. Abu Bakr ibn Mardaviy va Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Islom kelishdan burunqi davrdagi kishilar nurg'un narsalarni yeydi va nurg'un narsalarni pokiza emas deb yemaydi. Ondan Alloh taolo payg'ambarini avatib, uningga kitobni tushirib, kitobida o'zi halol qilgan va harom qilgan narsalarni bayon qilib berdi. Shunga Alloh taolo halol qilgan narsa halol, harom qilgan narsa harom bo'ladi. Alloh taolo halol haromlikni aniq bayon qilmagan narsalar bo'lsa, yesa gunoh bo'lmaydigan narsalardir deb bu so'zni dalillab tövendeki oyatni o'qidi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki iqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Buni Abu Davud rivoyat qilgan. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zam'aning qizi Savdaning bir qo'y o'lib qolganda, u ey Allohning payg'ambari, qo'y o'lib qoldi dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Nemishki uning terisini elib olmadinglar?" dedi. Savda, "O'lib qolgan qo'yning terisini elib olamdiq" dedi. Payg'ambar alayhisalom, Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki iqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman dedi. Sizlar uning terisini yemaysizlar. Uning terisini ashlab foydalansanglar bo'ladi dedi. Shuning bilan savdo odam avatib, u qo'yning terisini so'ydirib kelib, ashlatqizib, uningdan bir tulum yasatqizdi. U hatto u tulumni ko'nrab ketkichi ishlatdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Nasa'iy shundaq rivoyat qilgan. Kimiki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni kimiki Alloh taolo mushu oyatda haromligini bayon qilgan hayvonlarning go'shtlaridan yeyishga majbur bo'lib qilib, bek to'yg'ichi yemay, faqat jinini saqlab qolgudek yesa bo'ladi. Chunki Robbing mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir. Ya'ni Alloh taolo majburlikdan harom qilingan narsadan jinini saqlab qolgudek yegan kishini kechirib o'tkichidir va uningga mehribonlik qilg'uchidir. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqaraning 173-oyatining tafsirida bayon qilingan edi. Bu yerda bu oyatni bayon qilishdagi maqsad bo'lsa, o'zlarining xato qarashlari bilan Bahira, Saiba, Vasila, Ham va shuningdek hayvonlarni o'zlariga harom qilib olgan mushriklarga raddiya berish uchundir. Shunga Alloh taolo payg'ambarni Alloh taolo vahiy qilgan narsalarning ichida shu hayvonlarning harom ekanligini ko'rmaganligini, harom qilingan narsalar faqat mushu oyatda bayon qilingan o'lik, iqib chiqqan qon, cho'shqa go'shi va Alloh taolodan boshqasining nomini tilga ilib bo'g'izlangan hayvonlardan iborat ekanligini, bulardan boshqasining harom emas, balki yisi gunoh bo'lmaydiganligini bayon qilishga buyurdi. Hamda shundoq bo'lgan ekan, sizlar qandoqmi uni harom deb gumon qilasizlar? Alloh taolo uni harom qilmagan tursa,
sizlar nimaga asosan uni harom qilib olasizlar deyishga buyurdi. Yahudiylarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'ngkiga choplishiqliq yog'laridan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Yahudiylarning zulm qilganligi uchun aslida halol narsaning ularga harom qilinib ketganligi to'g'risida. Yahudiylarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ya'ni to'ga qushi, g'oz va o'ydaklarga o'xshash tom tuyoqliq hayvonlarni va qushlarni Yahudiylarga harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'ngiga choplishiqliq yog'laridan boshqa yog'larni harom qildik. Suddi harom qilingan yog'lar bo'lsa, qerinlarga choplashib turadigan ichmay va börek midir. Bizmi buni harom deb qaraymiz dedi. İbn Jurayj mundaq dedi. Quyruq miyi, put, yampash, bosh va ko'z so'ngaklariga choplashib turadigan mayla haloldir. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Ya'ni mush qiyinchilik ularning zulm qilganligi va bizning buyruqlarimizga qarshilik ko'rsatganligi uchun ularga bergan jazoyimizdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Yahudiylarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nahaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ya'ni biz ularga bergan jazolarimizda odildirmiz. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz shu narsalarni ularga harom qildik deb sana bergan xabarlarimizda albatta rostchildirmiz. Ish ularning gumon qilgandek Yaqub alayhisalom u narsalarni o'ziga harom qilgan emasdir deganlik bo'ladi. Yahudiylarning hilisi va Alloh taolaning ularga la'nat qilganlik to'g'risida. İbn Abbas mundaq dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Sarmarining haroq sotganlik xabari yetkazildi. Umar, Alloh taolo Sarmariga la'nat qilsin. U payg'ambar alayhisalomning Alloh taolo Yahudiylarga la'nat qilsin, ularga chorva mollarning ba'zi moylari harom qilingan edi, ular uni eritib sotdi deganligini bilmamdikan dedi. Buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu Makka fath qilingan yili men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan edim. Haqiqatan Alloh taolo va uning payg'ambari aroq, o'lik, cho'shqa va butlarni setishni harom qildi. Ondan sahobalar, ey Allohning payg'ambari, o'z o'lib qolgan mollarning maylarining hukmini bizga deb bergan. Chunki u maylar bilan terilar va kiyimlarning yog'ochlari maylandi. Kishilar uni ko'ydirib chiroq yoqadi dedi payg'ambar alayhisalom. Yo'q, uni ishiltish haromdir deb
tövendeki hadisini bayan kıldı. Allah Teala Yahudilaga lanet kılsın. Ulaga hayvanlarının dümbü mayları haram kılıngan idi. Ula onu eritip setip pulunu yedi. Bu hadisni İmam Bukhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace qatarlıqlarmı rivayet kılgan. La ilahe illallah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ula yani Yahudiler seni inkar kılsa, sen Rabbinla kılmışınla üçün silahını aldırıp cezalamaganlıktan keng rahmet ikisidir. Allah'ın rahmetige mağrur bolmanglar ki Allah'ın azabı günahkar kavimden qaytırılmaydı degin. Allah Teala ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler, Yahudiler ve şulanın okşaşlarından boğan kafirler, yani sana karşılık görsetkiçiler, eğer seni inkar kılsa, sen ulağa Rabbinla kılmışınla üçün silahını aldırıp cezalamaganlıktan keng rahmet ikisidir degin. Yani bu ulanı Allah Teala'nın keng rahmetini izdeşke ve peygamberige erişişke rağbetlendiriştir. Allah'ın rahmetige mağrur bolmanglar ki Allah'ın azabı günahkar kavimden qaytırılmaydı degin. Bu ulanın peygamberlerinin tügencisi bolgan Muhammed aleyhisselam'a karşılık gösterişten agahlandırıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de rağbetlendiriş bilen agahlandırışını köplegen ahvallarda bir yerde keltirdi. Tövendeki ayetlerimi bunun katarıdındır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulaq etkin ki Allah silanın üstünladın Nuh ve Lut aleyhisselamlarının kavmige Ashab-ul Kehf'e evetilgen azapqa oxşaş yoki ayığınla astıdın Firavun ve Qarunlarga evetilgen azapqa oxşaş azap evetişke yoki silani pirqila qilib aralashtirib, yani urush qisilib biringlarning azobini chetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizga qarag'in. Rabbing haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Rabbing gunohlarga tushib tavba qilmaganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening mu'min bandilarimga xabar qilgin ki, men to'limi mag'firat qilguvchiman, nihoyatda rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Allah gunohni mag'firat qilguvchidir. Tavbani qabul qilguvchidir. Allohning azobi qattiqdir. Rabbingning jazosi shak shubhasiz qattiqdir. Allah haloyiqni haqiqatan yo'qdan bar qiladi. Yani ölgenden keyin ularni terildirdi. Allah mu'min bandilarning gunohini mag'firat qilguvchidir. Ularni do'st tutquchidir. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Müşriklar eğer Allah halisa idi, biz ve ata boğularımız şirk keltirmeydik ve hiç nersini haram kılmaydık deydi. Ulardan burun kişiler ta ki bizden azabımız nazil bulup azabımızını tetiğana kadar özlerinin peygamberlerini muşundak, yani müşrikler seni inkar kılgandek inkar kılgan idi. Ular etkin ki sözünlerinin rastçılıqıga pakitinler bolsa bizge çıkırıp köstünler. Sizler fakat gumanınlarla asaslanısılar. Allah'a fakat yalganını çaplaysılar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, etkin ki sizlerinin pakitinler bulmasa Allah'ın eniq pakiti var. Eğer o halisa hemminlarni elbette hidayet kılattı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa Allah bunu haram kıldı deb guvahlık berdiğen guvahçılarınlarını çakırıp kelinlar degin. Eğer ular hazır bulup yalgandan guvahlık berse,
ularga qo'shilib guvohlik bermagan. Chunki u butunlay yolg'onchidir. U butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagan. Ular Rabbinga shirik keltirdi. Xatolikni bayon qilish va uningga berilgan raddiya to'g'risida. Mushriklar agar Alloh xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz shirik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Bu Alloh taolo bayon qilgan bir maydon munoziradir. Bu Alloh taolo bayon qilgan bir maydon munoziradir. Mushriklar o'zlarining shirik keltirishida va o'zlaricha hayvonlarni harom qilib olgan ishlarida tayangan bir shubhidir. Chunki Alloh taolo ularning keltirgan shiriklarini va ba'zi hayvonlarni o'zlariga harom qilib olganliklarini bilib turguchidir. Alloh taolo bizning hammamizga iymon ato qilish, biz bilan kufrlikning o'rtasida to'saq bo'lish bilan o'zgartishga qodir turliqmi, uni o'zgartmadi. Shunga bu ishlarning Alloh taolaning xolishi, irodasi va roziligi bilan bo'lganligini ko'rsatib berdi. Shuning uchun mushriklar agar Alloh xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz shirik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular marhamatlik Alloh xolisa, biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydik dedi. Mushriklar Mubada Alloh xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Alloh harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan burungi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetiganga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ya'ni bulardan ilgiriki kishilarmu mushu shubhi bilan izib ketgan edi. Bu o'rinsiz bo'lgan xato pakitdir. Agar bu pakit to'g'ri bo'lsa edi, albatta Alloh taolo ularga o'zining azobini tetitmagan, ularni o'zining azobini tetitmagan, ularni halok qilmagan, ularga payg'ambarlarni orqa-orqadan avatmagan va imtihon elishning ta'mini tetitmagan bo'ladi va intiqom elishning ta'mini tetitmagan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarini mundaq deyishga buyurdi: ularga aytqinki, so'zinglarning rostchiligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Ya'ni o'zinglarning hozirgi holatidan Alloh taolaning sizlardan rozi ekanligiga biror pokitinglar bo'lsa, uni bizga ko'rsatib, bayon qilib oshkorlanglar. Sizlar faqat gumoninglarga asoslansizlar. Ya'ni sizlar faqat quruq xiyol va xato e'tiqodlarga asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni mundaq deyishga buyurdi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Ya'ni Alloh taolaning xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlashida, xohlagan kishini ozdirib etishida o'zining cho'ng hikmati va aniq pokiti bordir. Agar u xohlasa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ya'ni bularning hammasi Alloh taolaning qudrati, xohishi va xolishi bilan bo'lgandir. Bu ishlarning hammasi Alloh taolaning xohishi bilan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo mu'minlardan rozi bo'lib, kofirlarni yomon ko'rdi. Alloh taolo agar o'zi xohlasa, barliq kishilarni to'g'ri yo'lda bo'ladiganligi haqida mundaq deydi: agar Alloh xohlasa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Agar Robbing xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Agar Robbing xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishqichilardir. Faqat Robbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Alloh
ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Rabbingning men cho'qim bütün jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Zahhak mundaq deydi: Alloh taolo osiylik qilgan kishining osiylik qilishida hech qanday bir pokiti yo'qdir. Lekin Alloh taolaning bandalar ustida ochiq dalil pokiti bordir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga Allah bunu haram qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Ya'ni sizlar haram qilgan bu vaqtda Alloh taolaga bo'hton choplagan bu narsani Alloh taolaning haram qilganligiga guvohlik bera oladigan guvohchilarni chaqirib kelinglar. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagan. Chunki u butunlay yolg'ondir. Çünkü ular faqatli yolg'ondan guvohlik berdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagan. Ular Rabbinga shirik keltirdi. Alhamdulillah. Alloh shukirlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-An'am tafsiridan 150 oyatgacha angladinglar. Axirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.